Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan Akinda platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tgandan keyin obuna sotib olishlik mumkin va promokodlarni to'g'ri ishlatishlik mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bunda ko'rishimiz mumkinki, platformaga kirib olganmiz, o'zbek tilini tanlaganmiz, xohlagan tilingizni tanlashligingiz mumkin va odatda nima uchun kerak bo'ladi? Bizda mana bu aytaylik aksiyalar tahlilini ko'rmoqchi bo'lganimizda obunani yangilash investorlar bo'limi bo'lsin, barchasi arzon aksiyalar mana shu joyda obunani yangilash degan tugma chiqadi. Mana shu joyga kiradigan bo'lsak, mana bizda obuna bo'limimizga kirdi va biz hozir free, ya'ni tekin bo'lgan obunada turibmiz va tekinda nimalar borligi va pullik obunalarda nimalar borligini ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni platformani to'lovi ko'rib turganingizdek oyiga $609, ya'ni juda kichkina summalarda belgilab qo'yganmiz. Mana bu yerda katta aksiyalar bilan ishlashlikda standart tarifida berganmiz. Cheap stock, ya'ni arzonroq bo'lgan aksiyalarda ishlashlik bu $809 va investor tarifimizda investitsiya barchasi hamma tahlillarimiz, aksiya tahlillari, investitsion g'oyalarimiz ochilinadi va xudo xohlasa bu videodan keyin yaqin orada biz Akinda Akademiya bo'limini ham ochmoqchimiz. Mana shu aytaylik investor tarifida yoki uning uchun alohida bir bo'lim tarif paydo qilamiz va investor tarifida ko'rib turganingizdek juda ko'p imkoniyatlar bor. O'rtacha qaysi tarifni olay deydigan bo'lsangiz, premium o'rta tarifida sizga kerakli bo'ladigan o'sha qisqa muddatda katta aksiyalar va arzon aksiyalarda ishlashlik va portfoliolarni yaratishlik barcha imkoniyatlar to'liq unlimited, ya'ni bez limit bo'lgan holatda sizda ko'rinishligi mumkin bo'ladi. Xo'p, mana shu holatda biza keling premium tarifini sotib olamiz. Obuna bo'lish tugmasini bosamiz. Va bu yerda mana to'lov usulini tanlang. Yangi karta qo'shishligimiz kerak bo'ladi. Yangi karta qo'shishlik tanlaganimizda mana bu joyda ikki xil formatda, ya'ni O'zbekiston kartasi va undan tashqari to'g'ri O'zbekiston kartasi, Visa, Mastercard kartalari bo'lishi mumkin. Albatta, O'zbekiston Visa, Master kartasi ham bu yerda bo'ladi. Asosiysi Uzcard Humo tepada Visa, Mastercard yoki chet ellik insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan kirishligi mumkin. Xo'p, endi Uzcard kartasini kiritamiz. Uzcardni o'zimizni kartamizni kiritishligimiz kerak bo'ladi. Kartamizni kiritib oldik. Endi confirmni bosadigan bo'lsak, bizga kod kelishligi kerak bo'ladi. Mana kod keldi. Bemalol bu yerda kodni kiritamiz, ya'ni platformaga ulab olishligimiz uchun. Bu albatta xavfsiz bo'lgan tizim hisoblanadi. Ya'ni bu yerda kod jo'natishimiz orqali biz bu yerda kartamizni ulayapmiz. Xuddi misol uchun dastavkalarda Uzum tezkor, Yandexga karta ulaganimizdek oddiy holat. Shuning uchun confirm tugmasini bosamiz. Bizda karta ulandi. Mana kartamiz ulandi. Endi bu yerda obunani faollashtirish tugmasini bosamiz va bu yerda mana bizga agarda sizda promokod bo'ladigan bo'lsa, promokodni kiriting va yoki to'lovni amalga oshiring deb turibdi. Yoki shunchaki qaytib ketishligingiz mumkin. Back to plans. Promokodni kiritishligingiz mumkin. Bu yerda men hozir o'zim bitta promokodni kiritaman. Ataylabdan ochib ketaman. Agarda mana shu videoni ko'rganingizda mana shu promokod bo'ladigan bo'lsa, bemalol kiritishligingiz mumkin bo'ladi. Agarda sonini cheklab qo'yganmiz, tugab ketmagan bo'lsa. Agar mabodo tugagan bo'lsa ham, pastda video opisaniyasini ko'rsangiz, boshqa promokodni qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni bu yerda promokodni kiritdik, apply tugmasi bosiladi va pay and subscribe. Mana shuni atiga bir marotaba bosamiz. Bo'ldi, mana shuni bosdik. Bo'ldi, endi sizda subscription activated successfully, ya'ni mana shu holat bo'ldi. Go to home page, ya'ni orqaga qaytamiz. Obunalar bo'limiga kiramiz. Menda SMS hozir keldi, ya'ni sizda to'lov o'tdi degan holatda. Va mana ko'rib turganimizdek premiumni sotib oldim. Oldingi tarif rejam tekin bo'lgan. Mana bu joyda premiumda turibdi. Pastlashtirishimiz mumkin yoki obunani yana ham tepaga ko'tarishligimiz mumkin bo'ladi bu joyda. Ko'rib turganimizdek karta raqamlari va reja muddati 15-iyunda tugatilinadi. Mana shu holatda ko'rishimiz mumkin va o'zingizni kartalaringizni ulagan kartangizni mana shuni boshqarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu o'ng tarafda mening kartalarim bo'limida kirib, bemalol kartangizni faollashtirishingiz
faolligini o'chirishingiz yoki umuman kartani o'chirib tashlashlik, tahlillashligingiz mumkin bo'ladi. Mana shu qanday qilib obuna bo'lishlik, promokodni ishlatishlik bo'yicha qisqagina video darsimiz edi. Bu videomiz tugadi. Akindani tanlaganinglar uchun barchalarga kattakon rahmat.